Bu to'qnashuv uning hayotini yakunlashi mumkin edi. Ammo u afsonani yaratdi. 2006-yil. Shifokorlar tashxisi barchani larzaga soldi. Bosh suyagining chuqur sinishi. Hayoti qil ustida edi. Futbol haqida esa butunlay unutish tavsiya qilindi. Uning boshida endi metal plastinalar bor, ammo yuragida temir iroda. Oradan atigi 3 oy o'tib, Petr Chex yana maydonga qaytdi. U shlemli odamga aylandi. 2012-yilda esa u yakka o'zi UEFA Champions League final 2012 finalini qutqarib qoladi. Penaltini birin-ketin qaytarib, jamoasini g'alabaga olib chiqadi. Uni sindirishi kerak bo'lgan jarohat aksincha uni yanada buyuk qildi. Petr Chex har qanday vaziyatdan chiqish yo'li borligini isbotlagan ramz. Agar